Terrorizm va urushni xususiylashtirish. Terrorizm yangilik emas, u yagona dushman ham emas. Bu uzoq vaqtdan beri mavjud to'qnashuv usuli bo'lib, ko'pincha qo'rquv va dahshatni keltirib chiqarish maqsadida jangovar bo'lmagan tinch qatlamga qasddan hujum qilish deb ta'riflanadi. Bundan bir asr oldin yozuvchi Jozef Konrad terrorchi ongining aniq portretini tasvirlagan edi. Terrorizm 20-asrdayoq Yaqin Sharq, Shimoliy Irlandiya, Ispaniya, Shri-Lanka, Kashmir, Janubiy Afrika va boshqa ko'plab mintaqalardagi nizolarni keltirib chiqaruvchi asosga aylanib ulgurgan edi. Bu Antarktidadan tashqari barcha qit'alarda sodir bo'lgan va deyarli barcha mamlakatlarga ta'sir qilgan edi. Biroq 2001-yil 11-sentyabr voqealarida terrorizmning eng dahshatli fojialaridan biri bo'ldi va bugun 21-asrda terrorizm yanada halokatli tus olib, uni boshqarish g'oyatda murakkablashdi. Bir qator tendensiyalar fan va texnika taraqqiyotidan kelib chiqadi. Birinchidan, zamonaviy sivilizatsiya asosiy tizimlarining murakkab, yuqori texnologik tabiati mavjud. Milliy fanlar akademiyasi qo'mitasi ta'kidlaganidek, bozor munosabatlari va ochiqchilik birlashib, transport, axborot, energiya va sog'liqni saqlash kabi ko'plab hayotiy tizimlarning samaradorligini oshirdi. Ammo ba'zi tizimlar qanchalik murakkab va samarali bo'lmasin, bir vaqtning o'zida zaiflashib, mo'rtlashib boradi. Shu bilan bir qatorda taraqqiyot texnologiyalarning demokratlashtirmoqda, ya'ni muayyan shaxslar va guruhlar uchun ommaviy qirg'in qurollarga egalik qilish yanada arzonroq va qulayroq bo'lib qoladi. Qayerda bomba va dinamitlar og'ir va qimmat bo'lsa, plastik portlovchi moddalar va raqamli dinamitlar o'sha yerda shunchalik yengil va arzondir. Samolyotni o'g'irlash xarajatlari ba'zan chipta narxidan biroz qimmatroq bo'ladi. Bundan tashqari, axborot inqilobining muvaffaqiyati bir vaqtlar mahalliy va milliy politsiya yurisdiksiyalari bilan chegaralangan guruhlarga global miqyosda bo'lish imkonini beruvchi arzon aloqa vositalarini taqdim etdi. 30 yil oldin bir lahzalik global aloqa juda qimmat turar edi. Shuning uchun u hukumatlar, transmissiyalar, korporatsiyalar yoki Rim katolik cherkovi kabi katta byudjetga ega yirik tashkilotlar doirasi bilangina cheklangan bo'lsa, bugunga kelib internet global miqyosdagi aloqani deyarli har bir inson uchun ta'minlab berdi. Shuningdek, terrorchilar o'z xabarlarini ommaviy axborot vositalari va internet orqali keng jamoatchilikka tez yetkazish imkoniga va ham ega bo'lishdi. Bu 11-sentyabr voqealaridan keyin Bin Ladenning televizion intervyulari va video lavhalarining keng tarqalish misolida ham ko'rdik. Terrorizmning yakuniy g'alabasi yumshoq kuchga juda bog'liq. Bu hech bo'lmaganda dushmanning jang qilish irodasini yo'q qilish uchun olomondan qo'llab-quvvatlashni jalb qilishda o'z aksini topadi. Tendensiyalarning ikkinchi to'plami terroristik guruhlarning motivatsiya tashkil etilishidagi o'zgarishlarni aks ettiradi. 20-asrning o'rtalarida terrorchilar nisbatan aniq belgilangan natija ko'pincha ommaviy qirg'inlarga olib keluvchi siyosiy maqsadlarga ega bo'lishdi. Ular ko'pincha Liviya yoki Suriya kabi davlatlar hukumatlari tomonidan qo'llab-quvvatlagan va yashirincha nazorat qilingan. Asrning oxiriga kelib bir qancha dinlar qoshida radikal guruhlar o'sib bordi. Minglab musulmon erkaklar Afg'onistondagi Sovet ishg'oliga qarshi kurashishga qo'shildi. U yerda ularning aksar qismi maxsus tayyorgarlikni o'taganlaridan so'ng jihodning diniy farzligi borasida ekstremal qarashlarga ega bo'lgan tashkilotlarga jalb qilindi. Tarixchi Walter Lakerning kuzatuvlariga ko'ra, odatiy terrorchilarning xoh so'l qanot, xoh o'ng qanot vakillari yoki millatchi separatistlar bo'lsin, ulkan halokat muqarrarligi sababli bunday imkoniyatlarni qo'lga kiritishga yo'l qo'yilmagan. Shundan beri terrorizm yanada noaniq va shafqatsiz bo'lib kelmoqda. Ushbu tendensiya motivasiyalari tor siyosiy maqsadlarda cheksiz yoki o'zga dunyoda mukofot va'dalari bilan mustahkamlangan jazo maqsadlariga o'tganda yanada kuchayadi. Kommunizm va fashizmdan farqli o'laroq islomiy mafkura islom jamoatchiligida tashqaridagi qatlamni jalb qila olmadi. Biroq bu jamoa 1 milliarddan ortiq odamni safarbar qilish uchun katta imkoniyatga ega. Tashkilot ham o'zgarib bordi. Masalan, 60 ga yaqin mamlakatda joylashgan erkin yacheykalardagi minglab odamlardan iborat Al-Qoida tarmog'i unga ilgari kuzatilgan har qanday narsadan ancha yuqoriroq nufuzni berdi. Ammo hatto uning kichik tarmoqlariga kirish o'tmishdagi
iyerarxik kvazi-harbiy tashkilotlarga kirishga qaraganda ancha murakkab bo'ladi. Har ikkala texnologik va mafkuraviy yo'nalish ham terrorizmni boshqarishni yanada qiyinlashtirdi. Uning halokatli salohiyatini oshirdi. 11-sentyabr va Al-Qoida faoliyatining misli ko'rilmagan ko'lami bilan hozirgi e'tibor ekstremistlar bilan bog'liq terrorizmga qaratiladi. Ammo e'tiborimizning diniy sohadagi terrorchilar bilangina cheklash xato bo'ladi. Chunki bu texnologiyani demokratiyalashtirishning kengroq oqibatlari va hal qilishini kerak bo'lgan dolzarb muammolarga e'tibor bermaslikni anglatadi. Texnologik taraqqiyot buzg'unchi guruh va shaxslar qo'liga o'tmoqda. Bu esa avvallari asosan hukumatlar va armiyalarga tegishli cheklangan qobiliyatlar hisoblanadi. Har bir katta guruh me'yordan chetga chiqadigan va halokatga sabab bo'ladigan a'zolarga ega. Eslatib o'tish lozimki, AQShda mahalliy hukumatga qarshi 11-sentyabrgacha bo'lgan eng dahshatli terrorchilik harakati aqidaparast Timoti Makveyn tomonidan amalga oshirilgan. Xuddi shunday 1995-yilda Tokio metrosi zarin organ fosfor nerv gazi chiqargan Aum Shinrikyo sektasining ham aslida islomga hech qanday aloqasi yo'q edi. Xavf-xatar va o'lim darajasi tobora ortib bormoqda. 1970-yillarda Myunxen Olimpiadasida falastinliklarning isroillik sportchilarga uyushtirgan hujumlari yoki butun dunyo e'tiborini tortgan Qizil brigadalarga tajovuz o'nlab odamlarning hayotiga zamon bo'ldi. 1980-yillarda Sikh ekstremistlari Air India samolyotini portlatib 300 dan ortiq odamni o'ldirgan. 2001-yil 11-sentyabrda bir necha ming kishi halok bo'ldi va bular hali ommaviy qirg'in quroli ishlatilmasdan sodir bo'lgan halokatlar xolos. Agar biz ushbu buzg'unchi guruhlar keyingi 10 yil ichida biologik yoki yadroviy materiallarga ega bo'lishini tasavvur qilsak, terrorchilar minglab odamlarning hayotini yo'q qilishlari aniq bo'lib qoladi. 20-asrda Gitler, Stalin yoki Pol Pot kabi patologik shaxslar o'z vayronkor g'oyalarining amaliyotga tatbiq qilishlari uchun totalitar hukumat apparatiga muhtoj edi. Afsuski, hozirda ekstremistik guruhlar va shaxslarning millionlab odamlarni o'ldirishi davlat organlari vositalarisiz ham juda oson bo'lib qoldi. Bu haqiqatdan ham urushni xususiylashtirish va jahon siyosatidagi keskin o'zgarishlarni anglatadi. Bundan tashqari, terrorizmning kuchayishidagi navbatdagi bunday qadamlar shaharsozlik sivilizatsiyamizning tabiatiga chuqur ta'sir ko'rsatishi mumkin. Agar keyingi hujum Manxettenning yarmidan kamroq qismini, Londonning shahar hududlarini yoki Parijning chap qirg'og'ini vayron qilsa, odamlarning shaharlarda joylashgan istagi, madaniy muassasalarni qo'llab-quvvatlash qobiliyatimizning ahvoli qanday bo'ladi? Yangi terrorizm 1970-yillardagi IRA, ETA, Bask separatist harakatining harbiy qanoti yoki Italiyaning qizil brigadalari terrorizmiga o'xshamaydi va zaiflik ularning hech biriga xos emas. Terrorizmni jilovlashga odatdagidek munosabatning o'zi yetarli emas. Kuch hali ham jahon siyosatida muhim rol o'ynaydi. Lekin uning tabiati 21-asrda o'zgardi. Texnologiya terrorchilarning kuchli vayron qilish imkoniyatini oshirmoqda. Ammo ular ko'proq yurisdiksiyalar va global auditoriyalar bilan bir-biri bilan muloqot qilish imkoniyatlarini oshirishdan katta foyda ko'radi. 3-bobda ko'plab terrorchi guruhlar ham yumshoq ham qattiq kuchga egaligi haqida to'xtalamiz. Qo'shma Shtatlar 2001-yil 11-sentyabrdan keyin terrorizm va ommaviy qirg'in qurollariga e'tibor qaratish uchun milliy xavfsizlik strategiyasini o'zgartirish haqida qaror bo'ldi. Lekin Bosh ma'muriyati tanlagan vositalar ko'proq qattiq kuchga yo'naltirilib, yumshoq kuchning imkoniyatlarini yetarlicha hisobga olinadi. Bu esa xato bo'lib, yumshoq kuchning samarasi tufayli terrorchilar umumiy qo'llab-quvvatlashga, shuningdek millionlab yangi a'zolarni o'zlariga jalb qilishga erishdi.